15 fevral kuni erta tongda Toshkent shahridagi Milliy bog' hududida xitoyliklar o'ziga xos parad uyushtirishdi. Kun o'z ixtiyoriga kelib tushgan videolarda o'nlab kishilar Xitoy tilida yozilgan turli xil bayroq va shiorlar bilan ovozini ko'tarib yugurayotganini ko'rish mumkin. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati Kun.uzga ushbu ommaviy tadbirdan hokimlikning xabari yo'qligini bildirdi. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, kuni kecha Toshkentda xitoyliklar har xil yozuvlar ko'tarib parad uyushtirdi. Bu nimaga dalolat qiladi? Sir emaski, so'nggi yillarda O'zbekiston Xitoy bilan aloqalarni mustahkamlamoqda. Bu yaxshilik alomatimi debdilar. Albatta yaxshilik alomati deyilmaydi bu. Xitoy kimligini, Sharqiy Turkistondagi musulmonlarga nima qilganini butun dunyo bilib turibdi. Musulmonlar ham, kofirlar ham. Lekin bizdagi hukumat o'zi Xitoyga sotilib bo'lgan. O'zi sotilib bo'lganidek, endi davlatni sotishlik payda ular. Odam shunaqa bo'ladi-da o'zi, mana qimorbozga o'xshaydi-da bular. Qimorbozlar birinchi hamma narsasini sotadi-da, keyin o'zini ahlini sotishni boshlaydi-yu. Xotinini, onasini, otasini. Bular ham xuddi shunday. Hamma narsani sotib bo'lishgan hukumatni. Endi shu yer qoldi. Yerni sotish kerak. Boyliklarni sotish kerak. O'shanga o'tishgan endi. Endi bularda bu parati hozir mana aytilishicha nima ekan, har yillik parad o'tkazar ekan, o'shanaqangi parad o'tkazibdi-da degan narsaga yuyib qo'yishibdi ekan hukumat, ya'ni xitoyliklarni bu paradini. Aslida bir musulmonlar hijobni debmi, bir soqolini debmi, oddiy shunaqa narsalarni jumaga chiqishlik uchunmi, shunaqangi narsa qilganda hech qachon bunga oddiygina qilib, bunaqa qilib izoh berishmasdi. Pachka-pachka odamlarni qamab qamoqqa to'ldirishardi. Lekin aytdik, bularda o'sha xudosi bu Xitoy. Shuning uchun bularga hamma narsani eshigini ochib berishgan. Xitoyliklarda bu qilgan ishidan maqsadi bu tomir urush tekshirish deyiladi siyosatda. Ya'ni qani nima qiladi hukumat, nima reaksiya bildiradi, xalq nima reaksiya bildiradi. Mana shu narsani ular bularda tomir uryaptimi yo'qmi? Sekin shuni kuzatishni istaydi. Ya'ni bu davlat va bu xalq tirikmi, o'likmi? Agar sal odamlar reaksiya bildirib, mana shu narsaga hukumat ham keskin choralar ko'rib tashlasa, xalq ham to'polon qilib tashlasa, keyin ular boshqa siyosatga o'tadi. Hali demak bor ekan, ozroq joni bor ekan hali deydi-da. Keyin sekinroq boshqa siyosatlar bilan aldab odamlarni ishontirishga harakat qiladi. Masalan, iqtisodiy yordamlar berib boshqa. Agar odamlar bu narsada qattiq bir reaksiya ko'rsatmasa, hukumat ham keyin ikkinchi bosqichga o'tadi bular. Paradlar keyin ochiq tahdidga aylanadi. Mana hozir shu paradda ham o'zi biz kuchlimiz, biz bundaymiz degan gaplar sekin o'sha tashlanyapti ekan. Xullas mana shu bu tomir urush tekshirish siyosati deyiladi bu, ya'ni. Tirikmi, o'likmi bu xalq bilan hukumat? Bular indamasa ko'rasiz, bular borgan sari mana shu narsani kuchaytirib boraveradi keyin. Ochiqdan ochiq talablar, tahdidlarga o'tilinadi keyin. Va keyin qarabsizki, Alloh ofiyat bersin, Alloh asrasin. Unday bo'lishini istamasak-da, lekin og'zini ochib o'tiraversa shunday bo'ladi, xohlasak xohlamasak. Mana Sharqiy Turkistondagi holat xalqning boshiga tushadi. Buni biz qanchadan beri ogohlantirib aytib kelyapmiz odamlarga. Uyida qarasa xotini bilan o'rtasida ham bitta erkak yotgan bo'ladi, nima qilyapsan deb. Roza tutyapsanmi yo'qmi, namoz o'qiyapsanmi yo'qmi, hamma narsaga shunday xo'jayinlik qiladiganlar. O'zi siyosat jihatdan shunday qilib yotibdi ham hozir, lekin haqiqiy o'sha Xitoy kofiri ham shunaqa uy ichiga kirib keladigan vaziyatga boradi. Keyin shuni bilishimiz kerakki, bizning davlatlar mana shu O'rta Osiyo xalqlari, o'zbek, qirg'iz, tojik, bular ikkita katta kuchni o'rtasida qolib ketgan davlatlar. Bir tomondan mana G'arb, ular Xitoyga hozir urush qilish niyatida, bir tomondan Xitoyliklar, ular G'arbga urush qilish niyatida. Tayvan masalasi bor bu yerda. Shuning uchun biz tomondagi davlatlar u yerda vaziyat xuddi shunga o'xshaydiki, mana kunda bilan boltani o'rtasida go'sht qanaqa qiymalanadi. Qiymalangan kim bo'ladi? Bolta emas. Qiymalangan kunda emas. Kim? Qiymalangan bolta bilan kundani o'rtasidagi go'sht bo'ladi. Bizning xalqlar mana shunga o'xshaydi. Ikkita katta davlat urushganda bular o'rtada qolib majaqlanadiganlar mana shunaqa bo'ladi. Mana shu bizdagi xalqlar mana shunaqa. Bir tomondan Rus, Xitoy, Shimoliy Koreya, bir tomondan Amerika va boshqa g'arb davlatlari. Bularda o'sha ring maydoni, jang maydoni mana shu bizning mintaqalar bo'ladi. Shuning uchun ular bir tomondan, bular bu tomondan hammasi o'zining siyosatini o'tkazishga harakat qilaveradi biz tomondagi davlatlarga. Yechim nima? Yechim biz tariximiz nima bilan aziz bo'lganmiz? Bunaqangi imperiyalar tarixdan bo'lgan.
Masalan, Fors imperiyasi biz tomonlarga qadimda hukmron bo'lgan. Fors imperiyasining nufuzi zaiflashgan paytda Xitoy imperatorlari biz tomonlarga hukmron bo'lgan. Bir tomondan keyin mo'g'ullar chiqqan, bir tomondan rumliklar siyosatlari ta'sirini ham o'tib turgan ba'zan. Ya'ni bunaqa paytda biz qanaqa qilib chiqqanmiz bu bolg'a bilan kundani orasidan? Islom bilan. Islom bo'lgan paytda biz tomondagi xalqlarda garchi qanaqangi bir nuqsoni bo'lsa ham, kamchiligi bo'lsa ham o'ziga yarasha izzati bo'lgan. Mana Boburiylar, Temuriylar hammasi Jaloliddin Manguberdilar bularni islom olib chiqqan. Islom bilan qanaqangi nuqsoni bo'lsa ham deyapman. Shu bilan ular bunaqangi zillatdan, bolg'a bilan kundani orasidan chiqishgan. Hozir ham xuddi shunday. Musulmonlar agar o'zini diniga qaytsa, dinini tushunsa, shundagina bu narsaning ichidan chiqib keta olinadi. Bu labirintning ichidan, ya'ni maqsad hozirgi o'sha siyosatda Xitoylarda, ya'ni maqsadi nima degan ekansiz? Shu. Bu hech qachon yaxshilik alomat emas. Alloh shod bersin.